meni unutib qolmagansizlar do'stlar. Men necha kun zopin chiqamay qolsam, men bajimo yo'qolib ketmadim. Yana davomli qiziqarli zopilarimni yo'llab turman, margiz to'xtab qolmayman. Yaxshimi do'stlar? Vlogimni boshlab ketdim. Fat arada qo'yilmoqchi bo'lgan Munozir sahnasi degan programma qatnashish sababimdan men sal aldirashib qoldim. Ham o'zimning boshqa shaxsiy ishlari, yana shu do'yinga kuchash uchun başka şüpheler bulamdı. Şu işlerini tatmin kılımen de biraz kısa bek aldırışıp gittim. Özlemde bir 8'ge bölgülü boğamsa bir gün her xil işlerini koyuttum. Toxtuma yeni topilarını evet tuttum sen zerif kamsın dep. Bek obrazlık eserleri bilen bolluğun kılıklarını kılıp bizni bizar kılan şu hanımlara terbiye verişten başka şu bolluğun kılıklarının kurbanı olan bizlerin açıkımızda çıkarıp bir bakar. Aynur sınırım, hoş geldiniz sınırım kaçalım. Bu programını çokum körünler cuma dostlar. Hakikaten yaxşı işlengen bir programı boldu. Bek köngüllük, aş naq meydanı bizmi oya canlıp, oy siz toxtab turayım ha gapni qolay. Oy bu siz deganiniz deb degan çoğuşda küçöp ketdik. Amdaylıqı hazır cemiyetimiz bulavatqan işlarga qarta bir köngüllük sual bilen javapçı. Şoň aşkı men bu yerda hemmini davetmey, yaqında qoyuldu. Hamma qismni bo'z to'liq ko'rsanglar, shunchalik tushunasizlar. Ma Yumurxon degani, Itot degani o'rillab. Voy bek ko'ngillik bo'ldi juma shu kunima, lekin bek hodiq. Haqiqatan hammamiz charchab ko'zimiz degani jumilib qolay dedi. Yana ko'zimiz ko'ranmidi. Naq maydon shunchalik ko'ngillik bo'lgan bu programma sizlar ko'rsanglarmi, shu hayajonlansizlar-da. Bu savollarga javob bermekmi xili tasga o'ylantirib qo'ydik, chunki o'zimizning javob bergisi yo'q savollar bizga chiqib qoldi ekan-ku, chek tortish orqali. Har xil xiyollar deb ketdik, voy vang bo'lib ketamizmi? Voy pingunchida bizni tillaydigan bo'ldi, voy qanday qilamiz desak, ustozlar, tuvan o'rtog'lar hammasi bizga rag'batlantirib, hargiz unda o'ylamanglar, yaxshi tarafga o'ylanglar, bu degan bir munozir sahnasi deb bizni besib yurib, o'zimizni qo'yib etib, of deb javob berdik ballar, oson emas ekan. Amsa ata yangi zo'pirimni yo'llayman, Guanju o'qimagan do'stlar, Guanju o'qinglar.